O'zbekistonda bilasizlar, eng keng tarqalgan ijtimoiy tarmoq bu Telegram. Telegram orqali firibgarlar buni bilgani uchun Telegramdan juda ham unumli foydalanishmoqda. Zararli bo'lgan fayllarni tarqatish, bu orqali qanaqadir shaxsga doir ma'lumotlarni qo'lga kiritish yoki tashkilotlarga zarar yetkazish juda ham bu qo'sh tirnoq ichida aytishim mumkinki, juda ham ularga yaxshigina ma'lumot yetkazyapti. Har bir foydalanuvchi, internet foydalanuvchisi, Telegram foydalanuvchisi o'ziga kelgan fayllarni, xabarlarni baholay olish kerak, qaysi bir virus yoki qaysi bir virus emas. Bu haqida albatta bilimga ega bo'lish kerak. Buning uchun fayllarni kengaytmalari va birinchi siz notanish kishidan xabar olganingizda, birinchi xabar o'zida siz fayl olishingiz qanaqadir shubha uyg'otish kerak va bu narsani umuman texnik yechim sifatida bunga Avangard Mobile Security System tizimini ishlab chiqilgan. Bu foydalanuvchi o'zi bilgan holatda qanaqadir zararli linkka, phishing sahifaga kirgan taqdirda ham va qanaqadir zararli faylni o'rnatish vaqtida ham, ochgan vaqtida ham o'sha dastur, uchinchi tomon dastur, biz ishlab chiqqan dasturimiz ogohlantiradi. Bu zararli fayl va uni o'rnatishni taqiqlaydi o'zi avtomatik va qanaqadir zararli saytga kirganingizda ham, sayt orqali juda ham hozir keng tarqalgan phishing pejlar saytga kirish vaqtida siz qanaqadir personal ma'lumotlaringizni kiritishdan oldin ogohlantiradi. Bu qizil oynada bu aytaylik zararli, fake bo'lgan sahifa. Bunga ma'lumotlarni kiritish mumkin emas deb bloklaydi. Texnik jihatdan yechimi biz shuni taklif qila olamiz va umumiy har bir foydalanuvchiga kibergigiyena qoidalarini o'rganishlarini tavsiya qilgan bo'lardik. Biz va kompaniyamiz bilan bu narsani tatbiq qilish uchun juda ham ko'p memorandumlar, hamkorliklar amalga oshiryapmiz.